Ajoyib va go'zal joylar. Samarqanddan ham mana shunaqa chiroyli joylar borligini bilarmidilaring? Samarqanddan ham shunaqa chiroyli joylar borligini bilarmidilaring do'stlar? Bu joylar hammasi Oqaylik tog'larida. Bunaqaga lichkaga yozib qo'ysalaringiz, sizlarni olib kelishim mumkin, faqat kuchli, chidamlilik, chaqqonlik, munosabati bor odamlar, sportchilar bilan kelyapmiz, shogirdlar bilan. Hamma sportchiman. Sportchilar kela oladi. Lekin boshqa odamlar bilmadimi? Mana qaranglar, mana bular ko'ryapsizlarmi? Hammasini bor-ku, tepadan katta suv kelib, hamma daraxtlarni sindirib, mashina tortib kelgan. Bu yoqda vaqtda agar bu yomg'ir vaqti kelasizlar-ki, mana shu cho'plar bor-ku, sen o'ylayapsan havodan kelyaptimi? Tepadan daraxtlarni sindirib kelgan shular. Mana shu bizlar yurayotgan joylardan ham suv bosadi. Tushunyapsizmi? To'lib suv keladi. Mana shunaqa joylardan mana do'stlar, kelasizlar, akkuratni joychalar. Olib kelamiz mana shu tog'larga. Mana shu tog'larga. Mana